O'zbekistonda yurak kasallari juda ko'pligini hisobga olsak, kardiologlarning soqqasi rosa ko'p bo'lsa kerak. To'g'rimi? Masalan, yoqtiradigan qizimga har qaraganimda shunaqa bo'lib ketadi. Infarkt nimaning orqasidan yuzaga keladi? Tomirlarning torayib qolishi va yuragiga qon kelmasligining orqasidan bo'ladi. Yuragini sog'lom saqlash uchun yog'li ovqatlarni, tuzli ovqatlarni, fast foodlarni cheklashimiz kerak. Yuragimni yoraveraydi deydi-ku, qattiq qo'rqib ketishsa. O'yi dumbasida xolesterin bo'lmaydi. Yurak kasalliklari qondan o'tadimi? Hop, yurakni sog'lom saqlash uchun sog'lom inson hech qanaqa dori ichish kerak emas. Sizni otangiz va bobongizga o'xshab yurak kasallardan erta vafot etgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, siz ham o'z salomatligingizga e'tiborliroq bo'lishingiz kerak bo'ladi. Infarkt bo'lgan eng yosh bemor 24 yoshda edi. Assalomu alaykum. Ismim Muzaffar Asomov. Akmedov universitet klinikasida kardiolog bo'lib ishlayman. Bugun sizlarga xalqdan kelgan qiziq savollarga kardiolog sifatida javob berishga harakat qilaman. Birinchi savol, Zarnigor 1994. Yurak o'zi normada nechta urishi kerak? Yuragim tez urib ketayotganini qayerdan bilaman? O'zi 1 minutda maksimum qancha urishi mumkin yurak? Hop, o'zi normada yurak 60 tadan 90 tagacha uradi. Tez urib ketayotganini pulsni o'lchab, ya'ni 1 minutda puls nechta urayotganiga qarab bilsa bo'ladi. O'zi 1 minutda maksimum qancha urishi mumkin yurak? Har xil kasalliklarda 1 minutda, demak, bo'lmachalar yoki qorinchalar qisqarish soni 400 tadan 500 tagacha yetishi mumkin. Latipov J. O'zbekistonda yurak kasallari juda ko'pligini hisobga olsak, kardiologlarning soqqasi rosa ko'p bo'lsa kerak. To'g'rimi? Noto'g'ri, chunki O'zbekistonda yurak kasalliklari bilan bemorlar kardiologga o'z vaqtida murojaat qilmaydi. Shuning uchun soqqani yarmini intervension kardiologlar yoki reanimatologlar olib ketishadi. Umida Rose 88. Kardiologlar qanaqa qilib EKGdan chiqarib berishgan aji-buji chiziqlarni o'qib bir narsalarni bilib olishadi. Hech tushunmayman. Qanaqa ishlaydi o'zi shu EKG? Hop, EKG batareykada yoki elektrda ishlaydi. Fizik, demak, elektrodlarga asoslangan. Bu usul juda ham yetuk usul deb ayta olmaymiz, lekin juda ham muhim usullardan biri hisoblanadi. Endi standart EKGda 12 ta tarmoq bo'ladi. Shu 12 ta tarmoqlar yurakni har xil qismlarini va yurakni toj tomirlarini demak ko'rsatadi. Shunga qarab o'sha aji-bujidan bir to'liqroq ma'lumot chiqadi. Lekin bu usul unaqa to'liq usul emas. Ya'ni yurak haqidagi ma'lumotni agar qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, 40% ni berishi mumkin. Lekin umumiy qolgan ma'lumotlar bilan qo'shganda juda ham to'liq ma'lumotga ega bo'lsa bo'ladi. Hop, Botirchik 3/7. Biror narsadan hayajonlanib ketganda yurak boshqacha urib ketishining sababi nimada? Masalan, yoqtiradigan qizimga har qaraganimda shunaqa bo'lib ketadi. Endi bu gormonlaringiz hisobiga, chunki gormon tizimi bu butun organizmni boshqaradi va shu qatorda yurak ritmi ham shunga bog'liqligi bor. Endi u qizingiz oldiga borib, hissiyotingizni aytganingizdan keyin yurak urishingiz sal boshqacharoq bo'lishiga fikrdamiz. Shuning uchun buni ko'rish kerak. Maftuna Guk. Kinolarda yuragi to'xtab, o'lib qolgan odamlarni defibrillator qilib qayta tiriltirib olishadi-yu. Shuni limiti qancha? Ya'ni men ancha oldin o'lib ketgan buvimga ham shok urib tiriltirib ola olmaymanmi? O'sha kinolarning logikasi bo'yicha. Yurak to'xtagandan keyin qanchada odam o'ladi? Endi afsuski buvingizni unaqa qaytara olmaysiz. Chunki limitlar tugab bo'lgan. Yurakni to'xtagandan keyin inson olamdan o'tishi bu ko'p narsalarga bog'liq. Yurak to'xtagandan keyin, ya'ni yurak nasos funksiyasini bajaradi. Ya'ni qon berish xususiyati bor. Birinchi o'rinda qon miyaga otilishi kerak bo'ladi. Agar insonning miyasiga o'rtacha 6 minutda qon yetib bormasa, bu miya faoliyatidagi orqaga qaytmas o'zgarishlar yuzaga keladi. Bu yerda yurakni ishlatib yuboriladimi yoki yurak boshqatdan ishga tushib ketadimi? Qolgan a'zolar, ya'ni miya kabi a'zolarga qon yetib bormasligi natijasida miya o'lgandan keyin qolgan a'zolarni tiriltirish mutlaqo noto'g'ri bo'lib qoladi, chunki funksional jihatdan o'zining vazifasini bajarmaydi. Shuhrat 99. Infarktning simptomlari qanaqa bo'ladi o'zi? Faqat kinolarda ko'rganman, xudoga shukr. Hayotda ham shunga o'xshash bo'ladimi? Endi belgilarini bilamiz. Bu yurakni klassik, ya'ni infarkt vaqtidagi belgisi yurak sohasida yoki to'sh sohasida kuchli achuvchi, siquvchi, kuydiruvchi og'riqlar bo'lishi va ushbu og'riqlarni qo'l sohasiga, qorin sohasiga, bo'yin sohasiga, kurak sohalariga, jag' sohalariga tarqalishi bilan kuzatilishi mumkin. Lekin klassik bo'lmagan shakllarida, ya'ni atipik shakllarida bu belgilar kuzatilmasligi mumkin. Hattoki umuman og'riq bo'lmasligi ham mumkin. Rustam Qahhor. Yurak sog'lom saqlab 80 yoshda ham chopqillab yurish uchun qilish kerak bo'lgan eng asosiy bitta ishni ayting, men shuni qilaman. Unaqa bitta ish bo'lganda o'zimiz ham qilardik. Bitta ish yo'q, bir nechta ishlar bor. Eng birinchisi hozirdan to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Ikkinchisi yomon odatlar, ya'ni chekish, spirtli mahsulotlarni ichishlarini umuman to'xtatish kerak bo'ladi. Va uchinchi eng muhimlardan bittasi bu muntazam, doimiy jismoniy faollik bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Akmal Travel 85. Rostdan ham
qattiq qo'rqib ketsa yoki juda ko'p kulsa yurak bittadan to'xtab qolishi mumkinmi? Yuragimni yoraveraydi deydi-ku, qattiq qo'rqib ketishsa. Yurak bittada to'xtab qolishi mumkin yoki mumkin emasligi endi bu yurak kasalligi bor yoki yo'qligiga ham qaraladi. Endi stressni darajasini o'lchash hamma uchun har xil hisoblanadi. Lekin sog'lom odamda qanaqadir kuchli stress natijasida yurak to'xtab qolishi ehtimoli past, lekin bor. Kasal insonlarda bu ehtimol ortib boradi. Ray BTS: bitta koreyscha doramada shifokor yuragi to'xtab qolgan bemorni ko'kragiga qattiq musht tushirib, yuragini qaytadan ishlatib yuborgan. Hayotda ham bo'lishi mumkinmi shunaqasi? Hayotda ham demak mumkin bunaqasi. Nimaga? Chunki bu yurakka musht bilan urishni prekardial urush deyiladi va bu ya'ni непрямой massaj serдцаga tenglashtiriladi. Lekin buni shifokor qilish kerak va ko'rsatma bo'lishi kerak buni qilish uchun. Bekmurod Khan: yurakni sog'lom saqlash uchun qanaqa ovqatlanish kerak? Rostdan ham o'rik mevasi va turshak suvi yurakka quvvat bo'ladimi? Xo'p, yurakni sog'lom saqlash uchun avvalambor to'g'ri ovqatlanish kerak. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish deganimizda yog'li ovqatlarni, tuzli ovqatlarni, fast foodlarni cheklashimiz kerak. Eng zo'r yurak uchun foydali bo'lgan, masalan, dieta deydigan bo'lsak, o'rta yer dengizi dieta hisoblanadi. Bu yerda asosan demak, qo'l meva, sabzavotlar bilan bir qatorda baliq mahsulotlari, qush go'shtlari hamda biza iste'mol qiladigan yog'dan tashqari, hayvon yog'laridan tashqari ushbu baliq mahsulotlarini qo'llash kerak bo'ladi va doimiy ravishda o'simlik yog'i emas, balki zaytun yog'idan foydalanish juda ham muhim hisoblanadi. Aytganimizdek, demak, savolda keltirilgandek turshak suvi quvvat bo'ladimi? Ha, turshak mahsulotida o'sha kaliy miqdori yuqori bo'lgani uchun yurak uchun juda ham foydali hisoblanadi. Dilnoza Writer 01: ba'zida e'tibor berib qarasam, har yuragim urganda boshim ozgina bilinar-bilinmas qimirlab, tebranib turar ekan. Bu normami? Hammada shunaqa bo'ladimi? Juda ham zo'r savol bo'libdi, lekin bilinar-bilinmas qimirlab turishi, boshi chayqalishi bu yurak nuqsonlarining bitta belgisi hisoblanadi. Qo'rqitish ma'nosida emas, juda ham qiziq belgi. Buni sal chuqurroq tekshirish kerak bo'ladi. Humoyun 1988: yurak kasalliklari qondan o'tadimi? Masalan, meni otam 52 yoshda erta vafot etganlar. Bobom ham 55 da yurakdan ketgan ekanlar. Meni ham примерно shu yoshlarni mo'ljal qilib yuraveraymi? Yoki qattiq harakat qilsam yuragimning sog'lig'i uzoqroqqa yetkazib olamanmi? Iltimos, kimdir shuni isbotlay olgan bo'lsa javob yozinglar, juda muhim. Xo'p, yurak kasalliklari qondan o'tmaydi, lekin nasliy moyillik degan tushuncha bor. Ya'ni agar sizni otangiz va bobongizga o'xshab yurak kasallaridan erta vafot etgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, siz ham o'z salomatligingizga e'tiborliroq bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni muntazam ya'ni jismoniy faollik bo'lishi muhim, to'g'ri ovqatlanish muhim, yomon illatlardan qutulish muhim va yilda 6 oyda bir marta kardiolog nazoratida, ya'ni EKG hamda ekokardiografiya qilish kerak bo'ladi va xavf omillarini oldini olish juda ham muhim hisoblanadi. Islomboy: infarkt bo'lgan eng yosh bemoringiz necha yoshda bo'lgan? Infarkt bo'lgan eng yosh bemorim 24 yoshda edi. U bemorimiz hali ham juda yaxshi eslayman. Juda ham g'o'dali inson va infarkt bo'lgan kunidan bir kun oldin to'yda juda ham ko'p alkogol, spirtli ichimlik iste'mol qilgan va qishloq hududida yashaganligi uchun bir to'yda juda ham shovqin suron qilgan bitta qishloqdoshini 6 yoki 7 kilometr o'z yelkasida uyigacha kuzatib olib borib qo'ygan va uyga kelgandan keyin muzdek karavotda uxlab qolgan va ertalab kuchli og'riq bilan uyg'ongan. Va bizni oldimizga demak o'zini hududida davo olib keyin Toshkentga kelgan. O'shanda u bemorimizda katta o'choqli, o't shishali miokard infarkti rivojlangan edi. Bugungi qiziq savollarimiz shulardan iborat edi. Ushbu savollarga harakat qildik ilmiy asoslangan holda javob berishga. Agar sizlarda yana qiziqroq tibbiy savollar bo'lsa, CAU Med 36.6 ni kuzatib boring.